Bu yerda Messini, Ronaldoni hamma formalari bor ekan. Bu yerda sertifikatlari ham bor ekanda. Hatto yosh bolalarning Lego o'yinchoqlar do'konida ham Messi va Ronaldoni haykali bor joyi. O'zbekiston bayrogiga o'xshaydi. Bu dronni uchirmoqchiman. Odamlar ba'zida YouTube'ga monetizatsiyani yoqishga yordam beradi. Dastavkachilar ishlatishadi. Cristiano Ronaldo haqida muzey. Bugun shanba, ertalab soat 7:30. Havo juda ham chiroyli bugun. Kechagidek emas, kecha juda ham yomon bo'ldi. Xullas, ertalabda tashqariga chiqdim, bugun ish yo'q. Bu dronni uchirmoqchiman. Sizlarga ko'rsataman bu atrof qanaqaligini. Uchiramiz. Menimcha yomon emas, yaxshi uchdi. Yana boshqa dron bor, uni keyingi videoda uchirib ko'ramiz. Sifatiga qanaqa baho beringlar, yaxshimi yomonmi? Ketdik. Mana shu hoverboardlar esingizda bo'lsa, taxminan 10-12 yilcha oldin juda ham mashhur bo'lgandi. Hammaga yoqib uchib yurgan ko'rgandik. Lekin hozirgi paytda deyarli yo'q bo'lib ketgan. Xitoyda ham oddiy odamlarda deyarli ko'rmaysiz. Bularni asosan dastavkachilar ishlatishadi. Deyarli hamma dastavkachida bor bu. Siz ko'rgan bo'lsanglar, masalan, mahallani boshiga keladi-da, mototsiklda keladi, o'sha skuterda qo'yib, chunki skuterlarni ruxsat bermaydi ichkariga kirishga. Skuterni qo'yib, bunaqa katta mahallaga piyoda yursa vaqt yo'qotadi, ham energiya yo'qotadi. Shu sababli mana shu hoverboardlar juda foydali ularga. Bular hammasini ko'rasiz deyarli. Bu biz turgan joyda podvaldagi kichkinagina jim. Buni yangi olib kelishibdi. Bu yerda 3 ta kichikroqlari bor edi, bitta ikkita bu yerga surib qo'yibdi. Ular yomon bo'lib ketdi. Xitoyliklarni bilasizlar, yosh bolalarga uncha e'tibor bermaydi. Bola nima qilsa qilgan, xullas ovozi baland, yaxshi ishlamaydi. Shunaqa ko'tarib buzilib qoldi deb yozib qo'ygandi. Mana qog'oz turibdi hali ham. Bu yerga bitta yangi olib kelib qo'yibdi. Buni ishlatib ko'ramiz. Xullas, bunda 2-3 oy oldin 30 kunlik challenge qilmoqchi edim. Har kuni 1 soatdan yugurish challenge jonli efir qilib, birinchidan sog'liq uchun, ikkinchidan YouTube'ga monetizatsiyani yoqishga yordam beradi. Shunga qilmoqchi edim, lekin xullas o'xshamadi. Ular buzilib qolgani uchun endi buni yangi olib kelib qo'yibdi, tekshirib ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, balkim 30 kunlik challenge qilamiz. Yaxshi.
Ovoz deyarli-yu ko'tarib ko'ramiz. Xullas, bu kanalimda obunachilar ko'p, chunki oldinlari har xil kontentni qo'yganman. Shundan yig'ilgan obunachilar, lekin bitta kontent bo'lmagani uchun bu obunachilar aktiv emas. Ko'pi ko'rmaydi deyarli. Chunki oldin mashina kontent qilganman, keyin o'yinlar kontent qilganman. Xullas, shunaqa bo'lib yig'ilganlar. Bir necha yildan beri shu videolarni doimiy qo'ymaganim uchun, o'zim aktiv bo'lmaganim uchun hali ham monetizatsiya yonmagan. Xullas, hozir challenge qilmoqchiman. Shu bugundan boshlab har kuni vlog qilishga harakat qilaman. Lekin har kuni video qo'ymayman. 2-3 kunni bitta qilib haftada 2 ta yoki 3 ta video qo'yib bormoqchiman. Shu kunlik hayotda qiziq bo'lishi mumkin, balkim. Xullas, ko'ramiz qancha vaqt oladi va nechta video oladi monetizatsiyaga chiqishga. Xullas, o'rtoqlar, yordam beringlar, pastga o'tirib ko'ringlar, videolarni ko'rib, like'lar bosinglar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'linglar. Birgalikda zo'r kontent qilamiz. Hech bo'lmasa monetizatsiyaga ulansa, qanaqadir kichkina motivatsiya bo'ladi. Ko'proq videolar qilishga. Videolarim ko'p aslida, ularni montaj qilish kerak. Ularni o'zim chiroyli montaj qilib, xuddi kinoga o'xshatib qo'ymoqchi bo'lib olganman videolarni. Hozir montaj qilib qo'ysam, prosmotr yaxshi bo'lmaydi. Qanaqadir qiziqish yo'qolib qolishi mumkin. Shuning uchun ularni keyinroq qo'ymoqchiman. Xo'sh, shunaqa. Bugun shanba, Xitoyda dam olish kuni, ish yo'q. Havo isishi boshladi. Xullas, ko'ramiz bugun hali nima qilamiz. Aytgancha bitta joyga bormoqchiman. Cristiano Ronaldoni qanaqadir haykalini qo'yishibdi. Hayron bo'ldim. Xitoyda unaqa narsalarni ko'p ko'rmaymiz. Shuni borib ko'rmoqchimiz. Nima uchun? Balkim qanaqadir katta magazin ochilgan, bilmadim. Shuni borib birgalikda ko'ramiz. Juda ham katta futbol stadion qurilyapti. Taxminan 2 yildan beri. Adashmasam 60 ming o'rinli bo'lishi kerak. Bu asosiy stadion, yonida yana 2 ta yopiq stadion qurilyapti. Xitoyda metro juda ham pokiza, juda ham zo'r sistema, lekin odamlar ba'zida yaxshi emas. O'sha shopping molning oldiga yetib keldim, lekin xo'p, do'stlar, menimcha o'sha joyni topdim. Xitoylarni Instagram va Red Note'da ko'rsatilgan Ronaldoni haykali bor joyi. Haykalni ham topdim, lekin afsuski buni qaranglar. Haykalni o'rab qo'yishibdi, sababi bilmayman nima uchun. Hozir jonchepar boshlanishidan oldingi payt. Ob-havo ham yomon emas, nima sabab o'rab qo'ygani, balkim ko'ramiz. Hozir shopping molga kiramiz, u yerda muzey bor. Bu ayiqchalarmi bular? Kattaligini qaranglar. Ajoyib va har xil ranglarda. Qo'ying. Bu joy kichkina muzey, shopping molning ichida. Xullas, shu yerda qanaqadir Cristiano Ronaldo haqida muzey bo'lish kerak edi, ko'rgazma. Men internetda o'qiganim bo'yicha, lekin keldim, hech qanaqa Ronaldo haqida narsalar yo'q. So'rasam, aslida bor, lekin kuni o'zgargan. Va mana bu stikerni berdi. Ko'ryapsizlar, kuni allaqachon boshlangan, lekin muzeyda yo'q. O'zbekiston bayrogiga o'xshaydi. Xo'p, shopping molga kirishim bilan ikkinchi etajda qanaqadir do'kon ochilibdi. Bu brend ko'rmaganman oldin. Menimcha yangi bo'lsa kerak. Xullas, sumkalar kirish mumkin emas. Ichayotgan suvlar bo'lsa, suvlar ham mumkin emas ekan.
tashqari qo'yib kirishga majbur bo'ldim va kirishida bunaqa перчатка beryapti. Qo'lga qo'lqop. Menimcha narsalarni toza, pokiza ushlash uchun bo'lsa kerak. Hatto narxlari ham yozilmagan. Ayollar sumka, erkaklarga, bolalarga ular shunaqa deydi. Hozir shopping molni tepa qismi, tom qismiga chiqdim. Bu eng baland emas, 8 yoki 9 etaj. Ko'ramiz nimalar bor. Ajoyib bo'lish kerak. Havo yaxshi bo'lyapti. Ko'ramiz. Unchalik baland bo'lmasa ham ajoyib vid. Yoqdi. Qora bulutlarni ko'raman. Yomg'ir yog'adi kechasi bilan. Buni qaranglar, bu yerda ajoyib steak house bor ekan. Menga yoqqan tarafi kirish qismini juda ham chiroyli dekoratsiya qilgan, odamni o'ziga tortadi. Qoyil qolish kerak, biznes qilsa shunaqa bo'lish kerak. Bu do'konga to'g'ri kelib qoldim. Bu yerda Messini, Ronaldoni hamma formalari bor ekan. Lekin juda ham narx qimmat. Bu yerda sertifikatlari ham bor ekanda, boshqa sportchilar ham bor. Buni qaranglar, Mike Tysonning qo'lqopi bor ekan. Nima bo'lar qimmat. Hatto yosh bolalarning Lego o'yinchoqlar do'konida ham Messi va Ronaldo. Hamma joyda shular. Bu do'kon juda ham yoqdi menga. Deyarli hamma mashhur sportchilarning qo'l qo'yilgan sertifikat bilan imzolangan futbolkalari bor ekan. Shularni olib Amazonda boshqatdan sotib, qimmatga sotib biznes qilsa bo'ladi. Qilib ko'rish kerak shuni. O NBA, futbol, Mike Tysonning qo'lqobi yaxshi narxga sotsa bo'ladi lekin. Qiziqib ko'raman. Ronaldo haqidagi muzey to'g'ri aslida hamma joyda Ronaldoning suratlari. Bu ham Ronaldo. Bu meni eng yaxshi ko'rgan ichimliklardan biri, Xitoylarniki. Bubble tea Oreo'si bilan. Shu Bentleyni doim shu yerda ko'raman, shu kafening egasi shekilli. Va albatta hamma joyda uchlaydigan haydovchisiz robot yo'llarni nazorat qiladi, kerak bo'lsa jarima yozadi va ko'p paytlarda yo'l xavfsizligi haqida ma'lumot beradi. Va mana shu joyda Uyg'urlarning restorani bor, katta restoran. Ba'zan shu yerda shashlik yeb turamiz. Bu Uyg'ur bolalar ham xursand bo'ladi kelsa, bugun o'jinga shashlaymiz.